Assalomu alaykum, hurmatli Samobtim Chorva obunachilari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana bugun sizlarga talabdan ona bola tuqqan qo'ylarimizdan, yangi tug'ilgan qo'y qo'zlardan ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'y qo'zlarimizga keladigan bo'lsak, qo'y qo'zlarimizni hammasi birinchi tug'ishga qo'y qo'zilar. Bo'llari 3 kunlik, 4 kunlik shunday. Ichida bitta kattasi bor, bir 20 kunlik, bir oyligi bor. Bular narxiga keladigan bo'lsak, narxni aytib o'tishimdan oldin bitta obuna tugmasini bosing, orqasidan laykni qizartiring, men narxlarni sindiraman. Qo'ylarning narxi 5 milliondan boshlanadi, 5,5-6,5 milliongacha. Nega arzon deyishingiz mumkin? Yoki bolalari urg'ochiligi uchunmi? Yo'q, bolalari urg'ochi emas. Hammasini bolasi urg'ochi. Bitta mana shu qo'zichamiz. Hammasini bolasi qo'chqor. Bitta mana shunisi urg'ochicha. Qolgani 1, 2, 3, 4 tasiniki qo'chqorcha. Bitta urg'ochi bolaligi bor. Pastga nomer qoldiraman, aloqaga chiqarasiz.